o'ziga benzin quyib yoqib yubordi. Sirdaryoda bir erkak o'zini osib qo'ydi. Odam osilgan joydan maxsus muxbirimiz xabar qiladi. Siz maxsus muxbiri bor bitta qiz, ulardan ham battar. Assalomu alaykum markaziy studiyodagilar. Biz hozir mana odam osilgan joyda turibmiz. Zo'r joyda turgandik. Bu odam osilganiga bir hafta bo'lgan, ko'karib ketgan mana ko'rgan bo'lsangiz. Biz nima demoqchimiz? Hech qachon o'zingizni osmang. Ossangiz ham qo'ltig'ingizdan osing. Shundagina omon qolasiz. Markaziy studiyo uchun odam osilgan joydan maxsus tayyorlandi deb qo'yamiz. Zeriktirmadi shular. Men o'zim harakat qildim zeriktirmaslikka xalqimizni. Tomoshabinsiz degan konsertda qo'ydim, ko'rdinglarmi? Hani bu o'zlarda gapirdimi, jinniga o'xshab. Ko'pchilik toma ketib qoldi deb o'ylabdi. Nega erkaklarga e'tibor berdinglarmi? Men tomoshabinsiz konsert qo'yganimdan keyin FIFA futbolni tomoshabinsiz o'ynashga ruxsat berdi. Qarab qo'ying. Qani Italiya, Fransiya, Germaniya, Ispaniyada Yevropa chempionatida bilan tomoshabinsiz o'ynayapti. Bizning O'zbekistonlik futbolchilarga aytishibdi. Sizlar ham tomoshabinsiz o'ynayveringlar. Degan ekan biz futbolchilar ham bu paytgacha shunday ham tomoshabinsiz o'ynayapti. Biz futbolchilar karantinga oldindan amal qilar ekan. Bu to'ylar qisqarib ketdi. 30 kishilik bo'lib qoldi. 30 kishilik to'ylarga bordinglar? Bordinglar 30 kishilik to'ylarga? Ha? Aytsa borasiz. Biz aytmadik. Qo'yavering aka, yiqiladi baribir. Bu sovuqni shamoli yomon. Deb o'ylarsan yiqitadi. Koronavirusdan mana xolis aytinglar. Eng ko'p zarar ko'rgan kim bo'ldi? Rahmat aka. Biz bo'ldik. Militsiya ham oyligini oldi. O'qituvchi ham oyligini oldi, to'g'rimi? Mana doktorlar biznikini ham qo'shib oldi. To'y bo'lmasa, konsert bo'lmasa kim pul beradi bizga? Uyda o'tirib papta silmo qilyapti. Avvaldan 30 kishilik to'y bor dedi. Xursand bo'lib ketdim. Qachon desam 1 soatdan keyin dedi. 1 soat qolganda aytyapti. 1 oy oldin, 4 oy oldin aytib qo'yishadi. Men aytmaga 1 soat qolganda aytasim. Ha bir kun oldin aytmaysizmi ish bo'lmasa desam, endi osmasdan kelavering Abazoxon, o'zi to'y obedda ma'lum bo'ldi dedi. To'y obedda ma'lum bo'ldi. Obedda er xotiniga aytdi. Xotin kech payt bitta to'y qilmaymizmi? Men maziyat ketdi. Xotin ham qilsa qilaveramiz da. Pulni qayta olamiz da. Telefon sotaveraman debdi. Telefon sotsangiz to'y. iPhone sotsangiz challarni o'tkazsa bo'ladi. Shunaqa san'atkorlar bor edi. Men falon to'yxonaga bormayman. Men Toshkentdan chiqmayman. Men odam ko'p joyga bormayman degan san'atkorlar do'mmadom yuribdi. Balkonda ishlayotgan ko'rdim bittasi. Men o'zim ham bordim 2 xonali kvartiraga. Shunday kiring dedi, kirsam, kelin kuyov koridorda o'tiribdi. Kuyov vannadan oldi, kelin tualetda oldi o'tiribdi.